Bu norvegiyalik model to'y arafasida mashhur futbolchini tashlab ketdi. Chunki uning hech qanday mol-mulki yo'qligini bilib qoldi. Ular 4 yil davomida birga bo'lishdi. Sayohatlar, qimmat restoranlar, hashamatli tadbirlar, ammo to'y masalasi ko'tarilgach, hammasi o'zgardi. Bayer hujumchisi Viktor Bonifas og'ir vaziyatga tushib qoldi. Uning norvegiyalik sevgilisi unga karyerasining ilk qadamlaridan boshlab dalda berib kelgan. O'yinlariga borib g'alabalarini nishonlagan. Lekin uning bitta sharti bor edi. Nikoh shartnomasi tuzilmasligi. Agar ajrashish yuz bersa, mol-mulk teng taqsimlanishi kerak edi. Bonifas bu shartga hech o'ylab o'tirmasdan rozi bo'ldi. Ammo keyinroq ma'lum bo'lishicha, uning butun mol-mulki onasining nomiga rasmiylashtirilgan va huquqiy jihatdan u hech narsaga egalik qilmaydi. Bu haqida bilib qolgan qiz to'y oldidan munosabatni uzdi va yillar davom etgan munosabatlarni tugatib ketdi. Oradan ko'p o'tmay ijtimoiy tarmoqlarda unga nisbatan qattiq tanqidlar yog'ildi. Oqibatda qiz profilini yopishga majbur bo'ldi. Sizningcha bunday tanqidlar adolatlimi? Fikrlaringizni kommentda qoldiring. Like bosishni va obuna bo'lishni ham unutmang.